Xonanda Munisa Rizayevadan yana bir noxush xabar. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. 28 fevral kuni dunyo nigohi Yaqin Sharqqa qaratildi. AQSh va Isroil Erondagi harbiy obyektlar va strategik nishonlarga havodan zarbalar berishni boshladi. Mintaqaga tahdidlar oqibatida qo'shni davlatlar Qatar, Bahrayn, Saudiya Arabiston va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar ham xavf ostida qoldi. Ayni paytda o'zbek shou-biznesining ayrim vakillari aviaqatnovlar bekor qilingani tufayli Dubayda bo'lib turishibdi. Ular kuzatuvchilarga shahardagi vaziyat haqida ma'lumot berib borishmoqda. Munisa Rizayeva kutilmaganda eshitila boshlagan baland ovozlardan o'g'lim yig'lab yubordi. Hamma do'stlarim va yaqinlarim vahimaga tushib qolishgan. Biz hozir Dubaydamiz. Biz uchun qayg'urayotganingiz uchun katta rahmat. Odamlar chindan ham xavotirga tushib qolgan. Biz ham ko'chada yurgan edik. Bir mahal baland tovushlar eshitila boshladi. O'g'lim yig'lab yubordi. Enagam bilan birga o'g'limni olib tez uyga chopdik. Haqiqatdan ham juda qo'rqinchli, hamma vahimaga tushib qolgan. Ammo mening iymonim kuchli, hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga ishonish kerak. Xavotir olmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, deydi xonanda. Keyinroq xonanda yerosti avtoturargohdan o'ta qo'rqib ketgan holatda ko'rinish berdi. Bizda hamma yoqda portlash bo'lyapti, dahshat. Iltimos, xalqim biz uchun duo qilinglar, degan edi u, deyiladi xabarda.